g'aflatdan o'rganinglar. Farzi ayni tarqinib sizlar gunohkor bo'lasizlar. Yaqin duringlar. Bir insoniki mas'alai shar'iyda agar namozni tark qilgan insonni bo'lsin, bandixonaga taylasin deydi. Jihozda tark qilgan nima uchun bandixonaga taylanmaydi? Obo bo'la, vijdon bo'la, bu jangi islomi kufrda. Bizlar vahotini qat'iy qulubimiz bordi. Rasul alayhisolatu vasallamning dinini dunyoga piyoda qilmoqlikdan uramiz. G'aflatdan vijdon bo'la, g'aflatda yotgansizlar. Buni agar o'lgida yursangiz, yerta ro'zi qiyomat farzi ayni so'laydi amalaringiz. Allohu akbar! Allohu akbar! Allohu akbar! Bu Yahuda Nasoroniki bor. Muqobilga jihad qilmay farzi ayni tarqisanglar gunohkor bo'lasizlar. O'ylanglar, bedor bo'linglar. Bizning hech gunohimiz yo'q. Men hech bir jinoyat qilmagan, tanho Qur'on